Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kuzatuvchilari. Sizlarga yana shu ilmiy maqola yozish, uni tartiblari haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Oxirigacha ko'ringlar, balki bu sizlarga yangilik bo'lishi mumkin yoki qaytarish, kim uchundir esa o'rganish bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Kanalimizga a'zo bo'lmaganlar a'zo bo'linglar, like bosinglar, do'stlarga ham ulashinglar. Kimgadir manfaatimiz tegsa, bundan biz xursandmiz. Ilmiy maqola. Ilmiy maqola haqida juda ko'p gapirganmiz. Ilmiy maqola yozish uchun bu nimalarga e'tibor berish kerak, ilmiy maqola o'zi nima degan savollar doim hammani qiziqtirib keladi. Ilmiy maqola o'zi ilmiy yo'nalishda tadqiqot qilayotgan nima deydi, yosh izlanuvchilarimiz yoki olimlarimiz tomonidan yaratilgan bu bir o'z fikrlari, hozirgi kundagi dolzarb muammolarni o'z fikrlari orqali berishayotgan yechim yoki takliflari bo'lishi mumkin. Shunday deb qarasak bo'ladi. Ya'ni hozirgi kundagi eng katta dolzarb muammolar ustida olib borilayotgan ishlar deb tushunish mumkin. Endi ilmiy maqolada har bir nima deydi, tushunchani yozishni o'zini qonun qoidalari, yo'nalishlari bor. Bu kimdir fan, kimdir texnik sohada yozishi mumkin, kimdir yana san'at sohasida. Shunga o'xshagan o'zini alohida yo'nalishlari bo'yicha yozish mumkin, lekin bu maqolani strukturasini, tuzilishini, ketma-ketligini boshqacha, ya'ni texnik yo'nalishda boshqacha, madaniy yo'nalishlarda, madaniyat yo'nalishlarida boshqacha, sportda boshqacha yoziladi degani emas. Demak, davom etamiz. Ilmiy maqola yozishdagi talablar deyarli har bitta yo'nalishlarga bir xil. Bu quyidagilardan iborat. Birinchi, oldin aytib o'tganimizdek, chiroyli, yaxshi mavzu tanlay bilish. Bu nima degani? Ya'ni siz mavzu tanlayotganingizda bu mavzuni o'zi maqolani qanchalik dolzarbligini, hozirgi kundagi ahamiyati, o'rnini belgilab berishi va maqoladagi asosiy rolni o'ynashini his qilishimiz kerak. Bu degani mavzu, u tanlanayotgan mavzu maqolani 50% muvaffaqiyati degani. Buni doim esda tutgan holatda maqolaga mavzu tanlanishi lozim. Endi uni rejalari ketma-ketligini, bundan keyin buni yozaman deb bilib olish kerak. U osmondan, bir yerdan yana shunga o'xshagan ketma-ketlikda yozmasdan, bir tekstda ketma-ketlikda oldingi jumla keyingi jumlani davomi sifatida bo'lishligini ta'minlash kerak. Endi ilmiy uslubda yozilishi bu nima degani? Har bitta sohada o'zini ilmiy terminlari, o'zini yo'nalishlari bor. Shu terminlardan foydalanib ilmiy yo'nalishdagi maqola bo'lganligi uchun shu sohani o'rgangan shaxs sifatida termin, bu terminlarni izoh berish bu shart emas. Foydalaniladi, bo'ldi. Shu sohani insonlari, odamlari tushunsa, maqsadga muvofiq bo'ldi. Qolgan insonlarga ahamiyati balki bordir, balki yo'qdir, lekin termin ishlatayotganingizda izoh berish shart emas. Kimgadir tushunarsiz bo'lsa, o'zi qidirib, bu nima degani deganligida ma'noda o'zi uchun o'rganib oladi. Agar bu soha egasi bo'lmasa. Bu soha egalari esa bilishi shart. Endi maqolani uchinchi shaxs tomonidan yozilishi bu nima degani? Doim
o'zingiz ish qilganingizdan so'ng bu ilmiy izlanishlarni o'zingiz qilyapsiz. Bunaqa qildim, bunaqa qilyapman emas, shunaqa qilindi, qilinadi, qilinyapti degan ma'noda uchinchi shaxsda yozilishi kerak. Endi oldin aytib o'tganimizda maqolani ketma-ketligida olib borilishi, yana soddadan murakkabga qarab fikrlarni bayon etilishi lozim. Endi ilmiy maqolani tuzilishlari qisqacha strukturasini aytib o'tamiz. Bu kirish, asosiy qism, xulosa bo'limlari. Bu keyingi slaydlarimizda asosiy qism nima, kirish nima, bu alohida to'xtalib o'tamiz, lekin hozir qisqacha buni aytib o'tsak, kirishda mavzuni asoslanadi. Ilmiy nazariya jihatdan iqtiboslik, shunga o'xshash nima deydi? Bu sohaga kiritilgan qonunlar yoki boshqalarni fikrlari haqida yoziladi. Asosiy qismda endi maqolani asosi sifatida uni dalillar, ilgari surilgan g'oyalar, endi sizni qarashlaringiz, bunga muammoga sizni berayotgan yechimlaringiz, keyin oldingi yechimlar bilan buni solishtirish kerak. Xulosa qismida esa ozgina qisqa bo'lsa bo'ladi. Bunaqa ko'p yozish shart emas. Bu tezis yoki maqoladagi umumlashgan muammolarni davomiyligini yoki berilgan yechimni ko'rsatib berish kerak. Endi maqola tuzilishiga ko'ra 3 xil titul, asosiy matn va oxiri yakuniy matn sifatida olish mumkin. Birinchi nomi aytib o'tganimizdek, bu maqolani nomi beriladi. Muallif haqida ma'lumotlar, u ism familiyasi, yana uni ilmiy darajasi, lavozimi, shular yozilishi kerak va qayerda ishlashi, ish joyi albatta kiritilishi kerak. Endi ba'zi bir jurnallarda elektron pochtasi, telefon raqami, shunga o'xshash ma'lumotlar ham so'raladi. Endi bu maqola talab qilayotgan jurnalni axborot xati yoki konferensiyalarni axborot xatida ko'rsatiladi. Shunga mos ravishda ma'lumotlar to'ldiriladi. Annotatsiya, kalit so'zlar haqida to'xtalib o'tamiz. Endi asosiy matnda kirish, usullar, tadqiqot natijalari, muhokamalar, kirish haqida gaplashdik. Tadqiqot usullar, tadqiqot natijalari, natija muhokamalari, bu aytib o'tgan oldingi slaydda aytib o'tganimizdek, shu dolzarb mavzuga o'zingizni qanday yechimlaringiz borligi, ular qanday bu sizni yechimlaringiz ishlatilsa qanday natija ko'rsatishligi va boshqa sizdan oldin olingan natijalar bilan buni solishtirib muhokama qilish. Shu asosiy matn, asosiy qismi shu. Endi matn yakuni, bu oldin aytib o'tganimizdek xulosa, tavsiyalar, shunday qilish lozim degan ma'noda, adabiyotlar ro'yxati, ilovalar. Adabiyotlar ro'yxati siz foydalanilgan sizdan oldin yozilgan maqola, kitob, tezis, monografiyalardan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Shularning ro'yxati yana qo'shimcha ilovalar kiritishingiz mumkin. Endi annotatsiya tadqiqotni targ'ib qilish. Bu muhim ahamiyatga ega. Ya'ni annotatsiya degani siz maqolangizni qisqacha mazmuni, sizni maqolangizni asosiy ma'nosi, mag'zi desa ham bo'ladi. O'rtacha 200-300 ta so'zdan iborat. Bu endi 3-4 ta gapdan iborat qilish mumkin. Sahifalar soni yuqori ko'rsatkichda olmasligi kerak. Ya'ni bu ko'payib ketmasligi,
annotatsiya maqolani nima deydi, asosiy qismini ochib berish kerak, lekin bu maqolani sizni nima demoqchi ekanligingizni ko'rsatib berish kerak. Mag'zini tushuntirib berish kerakda. Endi siz qanday vakil bo'lishingizdan qat'iy nazar, masalan, qandaydir dinga e'tiqod qilasiz yoki e'tiqod qilmaysiz. Bular borasida nimanidir yaxshi, nimanidir yomon degan ma'noda yozilmasligi kerak. Neytral bo'lishingiz kerak. Ilm sohasida ham, din sohasida ham, madaniyat sohasida ham. Bu asosiy maqolani o'rni. Bu barcha uchun. Qandaydir din vakili yoki dinsizlar yoki ilm ahli yoki nima deydi, madaniyat ahli boshqalarga tegishli bo'lmasdan barcha uchun bo'lishi kerak. Qandaydir tushuntira oldim degan umiddaman. Endi kalit so'zlari maqolani asosan ko'proq ishlatilgan va qaysidir sohaga urg'u berilgan so'zlar bo'ladi. Masalan, texnik sohasida energetika bo'yicha yozyapsiz, energetika, yana issiqlik energetikasi, shunga o'xshagan alohida so'zlardan iborat maqolani urg'u beradigan nuqtalari. Bu 7 ta 12 ta, balki undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Bu annotatsiyadan keyin yoziladi. Endi shu o'rinda aytib o'tish kerak. Birinchi maqola nomi, muallif ism familiyasi, lavozimi, ish joyi, annotatsiya kalit so'zlari ba'zi bir jurnal yoki konferensiyalarda 3 ta tilda yoki 2 ta tilda deb talab qilinadi. Bu nima degani? Siz o'zbekcha maqola yozdingiz. Shu sanab o'tilganlarimizni kalit so'zgacha bo'lgan qismini rus va ingliz tillarida ham xuddi shunday yozib berishingiz kerak. Balki 2 ta tilda deyilsa, siz rus tilida yozgan bo'lsangiz ingliz tilida yoki o'zbek tilida, shu 2 ta tilda qilib berish talab qilinadi. Hozirgi kunda bu juda ko'p jurnallarda so'ralayotgan asosiy talablardan biri. Endi adabiyotlar ro'yxati. Adabiyotlar ro'yxatini ham bir alohida mavzu sifatida o'tamiz. Bu qanday tartibda yoziladi? Buni har birini tartibi bor. Endi hozir qisqacha aytib o'tamiz. Siz foydalangan xalqaro dolzarblikdagi ahamiyatga ega bo'lgan adabiyotlar, tadqiqotda iqtibosli, nufuzli maqolalardan foydalanganligingiz va shu ketma-ketlikda adabiyotlar, kitob, qo'lyozma deymizmi, va oxirida internet saytlari ham ko'rsatilishi mumkin. Qaysidir internet saytidan olgan bo'lsangiz, uni ham albatta ko'rsatib o'tish lozim. Endi yana shuni aytib o'tmoqchiman. Har bir o'tilgan vaqt, ketkazilgan vaqtga e'tibor berish kerak. Loqayd bo'lmaslik kerak. Nimanidir o'rganish kerak. Agar bu o'rganmasangiz, bu siz umringizni besamar o'tganligi natijasi bo'lib qolishi mumkin. Yana bir gap. Behuda ketgan har bir soniyaga, har bir daqiqangizga achinishingizni va nima uchun sarflayotganingizni o'zingiz so'rang. Nimanidir o'rganing. Kimgadir nimadir o'rgating. Bu keyinchalik ham siz uchun asosiy nima deydi, rol sifatida qolishi mumkin. Barchaga rahmat, e'tiboringlar uchun, diqqatinglar uchun katta rahmat. Agar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'linglar, do'stlarga yuboringlar. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar deb qolaman. Sizlar bilan Sardorbek Saloydinov bo'ldi. Barchaga omad, rahmat.